O'zbekistonda ko'pchilik chetga ketish xohlaydi, shundaymi? Lekin chetga borganida qora mehnat uchun borish xohlaydi. Nima uchun? Biron bir mutaxassis bo'lib borish xohlamaydi. Aslida mutaxassis bo'lib borish kerak. Masalan, hozirgi maktab bitirgan yoshlar til o'rganib yoki biron bir mutaxassis bo'lib kasbni yaxshi o'rganib keyin borish kerak. To'g'ri, hozirgi O'zbekistonda ilojsizlikdan boradi ko'pchilik, lekin o'zini rivojlantirishga vaqt bor har doim. Har bitta yigit kishida vaqt bo'ladi. 24 soat qanday vaqt topmasligi mumkin rivojlantirishga o'zini. Masalan, borib qora mehnatda ishlab keyin kelajagi nima bo'ladi? Qaytib keladi baribir. Baribir o'sha ish bilan yana qoladimi? Kim o'zini o'sha ishga loyiq ko'rsa, o'sha ish tayyorlanib qo'yiladi. Kelajakni o'ylash kerak. Hozirgi yoshlar, maktab bitirganlar